Bugun bitta global muammo. Yosh kattalar ham, yosh kichkinalar ham, ayollar ham, erkaklar ham bu muammodan qutula olmay yurishadi. Men bugun sizlarga eng oddiy va arzon, tabiiy yo'lini o'rgataman. Demak, qazg'oq muammosi. Birinchi o'chirda diskomfort. Qora kiyasizlarmi, boshqa narsa kiyasizlarmi, tushib qolishi, qitpiqqa o'xshab, boshi, sochi yog'lanishi, kimlarnidir qurib ketishi. Har tomonlama demak sizga xalaqit beradi. Meropриятияларingiz bo'ladi yoki bo'lmasam yig'ilishlaringiz bo'ladi. Sizni samotsenkangizni demak tushiradigan narsalardan bittasi, omillardan bittasi. Yechimi oson, tabiiy, oddiy yo'l. Demak, bargizot. Bargizotni biz podorожник ko'pchilik biladi. Demak, podorожникka olib turib, 3 ta 4 ta bargi olinadi. 1 litr suvda demak yarim soat, 40 minut, 1 soatgacha qaynatasiz. Pasolovda tayyor bo'lgan suyuqni paxta yoki marli bilan boshingizni o'sha qazg'oq bo'lgan joyiga yaxshilab artib, sochchi ildizlarigacha yaxshilab to'yintirasiz. Ustidan ayollar sochini bo'yaganda kiyadigan shapkachasi bor, salafan shapkacha. O'shani kiying, 2 soat tursin. Undan keyin oddiy iliq suvda boshingizni yuvib qo'ying. Yoki bo'lmasam kechqurun qiladigan bo'lsangiz, ertalabgacha ham turaversin. Faqat boshingiz shamollab qolmasin, bunga ehtiyot bo'ling. Shuni qilib bo'lganingizdan keyin ertalab boshingizni iliq suvda yuvasiz. Shu protsedurani 1 hafta davomida qiling. Boshingizda na qazg'oq qoladi, na qichish qoladi, na qizarish qoladi. Yana bitta joyi aknega ham juda ham yaxshi himoya vositasi, demak davolovchi ahamiyatga ega bo'ladi. Bu videoni qazg'oq bilan, boshidagi muammo bilan qiynalayotgan tanishingizga yuborib qo'yishingiz mumkin. Videoni saqlang, tiqib qo'ying, saqlab qo'ying. Foydali bo'ladi albatta.